Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum, xayrli tong. Ertalabdan bizni Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturi orqali tomosha qilayotgan qadrli yurtdoshlar, tongingiz xayrli bo'lsin. Yana sizni xonadoningizga assalomu alaykum deya kirib borayotganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. 24-aprel sanasi payshanba tongida ertalabdan xonadoningizga tabassum ulashish va albatta sizlarga yuqori kayfiyat taqdim qilish niyatidamiz. Ijodiy jamoamiz bilan birgalikda albatta eng muhimi bahorning mana shunday go'zal tonglarda, yoqimli ob-havosida siz bilan diydorlashayotganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Muhimi har bir kunni, har bir daqiqani tabassum bilan boshlang va kun davomida mana shu kayfiyat sizga hamroh bo'lsin deymiz. Qadrli onajon muxlislari, bizni dasturxon atrofida tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga tongingiz xayrli bo'lsin, yoqimli ishtaha, a'lo kayfiyat har doim sizga hamroh bo'lsin deymiz va dastur an'anasiga sodiq qolgan holatda biz studiyamizga mehmon ijodkorimizni, yosh umidli xonandani taklif etganmiz va ular ijrosidagi go'zal taronaga navbatni taqdim etamiz. Kaddı boyuna yaraşıp durayla mercan tumanların. Kaddı boyuna yaraşıp durayla mercan tumanların. Kaabet dilimde kaldı bayba şirin şeker güftenaların. Kaabet dilimde kaldı bayba şirin şeker güftenaların. Desem ayağım uyalarda da Çün desem künem uyalmış. Ay desem ayağım uyalarda da Çün desem künem uyalmış. Hasta canım remeyler remeyler Kurmayındı küskan ağaçların. Hasta canım remeyler remeyler Kurmayındı yüzsün ağaçların. Kadı boyuna yaraşıp durayla Mercan tuman ağaların. Kaabet dilimde kaldı bayba şirin şeker güftenaların. Neçin olsun takat mende ardın erman senden. Aşığım dile yüz benden. Tutumu salsayın ağlarım. Aktıdan kaçkan Eyyubinin zar yığlatkan Eyyubinin zar yığlatkan Canım cadı gözü kumanarların Eyyubinin zar yığlatkan Canım cadı gözü kumanarların Kaddı boyuna yaraşıp düreyle Mercan tumanarların Kaabet dilimde kaldı bayba şirin şeker düşmanarların Kaabet dilimde kaldı bayba şirin şeker yuftanarların. Şirin şeker yuftanarların. Şirin şeker yuftanarların. Katta rahmat. Tasanno. Xuddin Mingliyev ijrosida mana shunday ajoyib taronalarni tingladik va albatta jonli ijro baribir boshqacha. Albatta jonli efir soatlarida jonli qo'shiqlarni ijro etgan xonandamiz Muhriddin, sizga rahmat. Sozandalar ustozlarimizga, ukalarimizga alohida rahmatimizni aytamiz. Albatta mana shunday shukuhli va zo'r kayfiyat ulashgan qo'shiqlar uchun ijodiy jamoa vakillari alohida sizlarga tashakkurimizni aytgan holatda biz yana dasturimizni davom ettiramiz. Yana bitta ijro eshitsak. Albatta. Xuddin Mingliyevdan tayyor bo'lsa, Muhiddin. Yana bitta jonli ijro bo'ladi. Jonli ijro siz tomoningizdan. Tayyormisiz? Marhamat.
Sana gelenlerde kalkan bulayım, canım aldı şiirin sözlerin seni. Söyle söyle sana kurban bulayım, canım aldı kara gözlerin seni. Sana gelenlerde kalkan bulayım, aklım aldı şiirin sözlerin seni. Ey min kıza vermez ben nazarın seni. Aşık olan cananım idin üzer, geceler uhlamayla heler düzer. Aşık olan cananım idin üzer, geceler uhlamayla heler düzer. Köllerin içinde gargıldap gezer, yeşil basunalı gazların seni. Köllerin içinde gargıldap gezer, yeşil basunalı gazların seni. Gözeller içinde sensin bu dağlar, gel ikimiz geçti teli bu bağa. Dünyanın mebuduşuna sadağa, dünyanın mebuduşuna sadağa. Canım aldı sözcü sözlerin seni. Dünyanın mebuduşuna sadağa, aklım aldı kara gözlerin seni. Vay boy min kıza vermez ben nazarın seni. Kurban olam kavşarına yüzüne, dal yerine ala kavmetine yüzüne. Yüz bin canlar fida bulsun yüzüne. Aklım aldı kara gözlerin seni. Aşık garip yürü yüzünüz ağrıdır, yürüyen aytarbular kim diyardır. Aşık garip yürü yüzünüz ağrıdır, yürüyen aytarbular kim diyardır. Yol yürüsen gözlerime dardır, yol yürüsen gözlerime dardır. Kadamından çıkan şanların seni. Yol yürüsen gözlerime dardır, kadamından çıkan şanların seni. Min kıza vermez ben nazarın seni. Min kıza vermez ben nazarın seni. Aklım aldı kara gözlerin seni. Sando. Katta rahmat. Muhriddin Mengliyev, rahmat. Chiroyli taroat taqdimoti uchun. Keling, endi sizni mehmonlarimiz o'rindig'iga taklif etamiz. Zafarbekning yo'llaridan joyingizni egallaysiz, sizni ham taklif etamiz. Keling, marhamat. Demak, biz dasturimizni davom ettiramiz. Ijod borasida suhbatlashamiz. Albatta. Marhamat, keling do'stim. Eng muhimi mana shunday ajoyib ijrolar baribir yuraklarga yaqin. Ayniqsa ertalabdan tinglasangiz, kayfiyat a'lo darajaga ko'tariladi va kun davomida mana shu kayfiyat
hamroh bo'lish uchun harakat qilyapmiz. Albatta, bizni niyatimiz ham maqsadimiz ham shu edi. Albatta, sizga bugungi dastur xushyoqshab degan umiddamiz va ana endi biz ijodiy suhbat jarayonlariga kirish arafasidamiz. Xush kelibsizlar. Ikkita ijodkorni bugun yelkadosh sifatida ko'rayotganimizda juda ham xursandmiz. Kun xayrli bo'lsin. Endi ijodda qanday yangiliklar deya savol berish bizdan ana. Albatta. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aynajahan orqali shu xalqimiz bilan diydor ko'rishib turganimizdan chin qalbimizdan xursandmiz. Sizlarning ham ijodlaringizga omad. Endi shu asta-sekin shu ustozlarimizning ijodidan shularga yondashib shu o'zlarimizcha bir xirjaya qilib o'zlarimiz ham sekin-sekin ijod qilib turibmiz. Qo'limizdan kelgancha. Hozir shu joylari jannatdan bo'lsin. Davudiy Sohibi Rahmatjon ustozimizni, Qurbonov ustozimizni repertuarlaridan shu ashulalarni qo'limizdan kelgancha ijro qildik. Endi shu Aynajahan orqali shu xalqimiz eshitib o'zlari bahosini beradilar. Aynan sizni qo'shiqchilik borasidagi albatta faoliyatingiz jonli ijro bilan bog'liq va borgan joyingizda albatta ustozlarning repertuaridan juda ham ko'p so'rashadi va so'ralgan joyda labbay deb qo'shiqlarni ijro qilib berasiz. Boshqa ijodkorlarga o'xshab o'sha estrada janrida ijod qilishga ham qo'lib ko'rdingizmi yo faqat talablarga binoan jonli ijromi faqat? To'g'ri, hozir o'rinli savol berdingiz. Hozir endi shu jonli ijro so'rashgan joylari ko'p bo'ladi, lekin shu baribir yoshlar bop ham ijod qilib turish kerak. Qo'limizdan kelgancha shu bir 5-6 ashulalarni shu nima qilib zapis qilib qo'ydik. Xudo xolasa endi shu Aynajahan orqali xalqimizga taqdim etamiz degan niyatdamiz. Tez kunlarda. Xalqimizning uyida to'y tomoshalar ko'p bo'lsin. Shu hamisha san'atkorning ijtimoiy kayfiyatda bo'laversinlar. Shu hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Aytganingiz rahmat. Demak, biz xayrlashib olamiz. Primera kutubxona Farhon aytganda, yaxshimi hammasi degan savolga albatta yaxshi deb javob berishimiz kerak. A'lo deya javob berishimiz kerak. Hamisha. Chunki salomat bo'ling. har bir daqiqamiz qadrli va har bir soniyamiz qimmatli. Mana shu qimmatli vaqtingizni bizdan ayamaganingiz uchun biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Va albatta ijodiy jamoamiz bilan dasturimiz boshida aytganimizdek, sizga chiroyli tabassum ulashish va yuqori kayfiyatni kun davomida hamroh bo'lishini ta'minlashga harakat qilmoqdamiz. Qadrli teletomoshabinlar, bizdan ajratgan albatta mehringiz, daqiqalaringiz uchun sizlarga alohida tashakkurimizni, minnatdorchiligimizni aytib o'tamiz. Jonli efir soatlarida bizga hamroh bo'lgan yurtdoshlarimizga kuningiz xayrli bo'lsin deb qolamiz. Biz dasturlarimizni Xorazm radiosi orqali davom ettiramiz. Ko'chaga chiqayotgan bo'lsangiz, albatta radioni 106.7 to'lqinlariga sozlashni unutmang. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'zingiz va yaqinlaringizni har doim ehtiyot qiling. Xayr demaymiz, ko'rishguncha deymiz. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik aslo ketmasin deymiz.